Assalomu alaykum aziz quvasoyliklar va shahrimiz mehmonlari. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining 2025-yil 2-iyun kunidagi vazirlik tizimida dolzarb 90 kun yoshlar oyligi tadbirli yuqori saviyada tashkil etish to'g'risidagi 186-sonli farmoyishiga asosan Quvasoy shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan shahrimiz hududida yashovchi yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Quvasoy shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari rahbar va yoshlar uchrashuvi, 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. Quvasoy shahar Do'stlik nuqtai hududida joylashgan Vodiy Gavhari oromgohida dolzarb 90 kun tadbiri bo'yicha favqulodda vaziyatlar to'g'ri harakat qilish bo'yicha mashg'ulot o'tkazildi. Bundan tashqari, mahallada yoshlar uchrashuvi, qutqaruvchi va bolalar, qutqaruvchi yoshlar, fuqaro muhofazasi tadbirlari va turli xil sport o'yinlari tashkillashtirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.